Endi kemal hürmetlik vatandaş bilgençi sağ işki mağınlışı gelmençi yarışınca aynan 17. gün heptigi seyşembe. Cumhurkom Partiyası apetini koşnusu gösterip, jukumluk virüs Amerika armiyasının keldiği digen idi. Devlet işlakatı Mike Pompeo yancıya telegramı yollap kattı karıştırdı. Mavzala haber üçüncü ayının 17. günü Amerika vazdan Xitay programı ilan kıldı. Cumhurkom Partiyası fıralanan dikkat nazarı ve halkara cemiyetin tenkitleşlerini başka tarafka boru bütüşün huha virüsünün kilişmen bir meselesi de apetini Amerika'ya da Amerika armiyası getirip koydu. Tarih adetlerine asaslanğanda Amerika Cahangirligi Cumhurkom Partiyası her kandak apetini iştirip koyduğun, döngep koyduğun devlet idi. Bir adı Amerika Cahangirligi 1950 yıldan tartıp tak hazırgacha Cumhur kollanıp kelavatkan işe. Bir adı elinğandı, bir adı Amerika Cahangirligi koştırnak işe geliniş gerek. Ese Cumhurluklarına lakab ya Cumhurluklarının adeti. Amerika'na hakaret kılgan, Amerikan tıllaydıgan adeti. Döngep koyduğun devlet, lekin Amerika hazır oyğandı. Xabernama tarafı yana buldu kendim deydi. Lekin Amerika hazır oyğandı. Hemmini hesaplaşıdığan buldu. Çok küçük hemmisi hesaplaşıdığan buldu. Bir gazap bilen hemme mesuliyetini Cumhur'dan sürüştü kılışka başladı. Demek hazır Amerika oyğandı. O hazır gafletten oyğandı. O bir gazapga keldi şunun bilan hamma ishni Cumhurda sürüşte qilishga başladı. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 3. ayning 16. gün Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat islohoti Mike Pompeo Cumhurning diplomatiya ishlariga mas'ul rahbari siyosiy byuroning a'zosi Yang Jiechiga telefon berib, Cumhur Tashqi ishlar ministrligining bayonotchidan Amerika armiyasi yuqumliq talisman virusini Wuhan'ga elip kirdi degan söz ibaralariga qattiq qarıştırdı. Hazır xabar qaraganda davlat islohoti Mike Pompeo bilan Cumhurning diplomatiya ishlariga mas'ul Yang Jiechi o'tirsa telefonda bu ikki davlat rahbari qattiq elishgan gap. Bu elishishni yoki Beijing matbuoti yo Amerika Qo'shma Shtatlar matbuoti e'lon qilmagan. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi bayonotchisi Ortagos bayonot e'lon qilib bundoq ko'rsatdi. Davlat islohoti Mike Pompeo 16. günü dushanba günü Cumhurkom Partiyasi Markaziy Komiteti Tashqi xizmat komitetining shani mudiri Yang Jiechiga telefon berib, Cumhurkom Partiyasi hukumatining tajisima virus meselesinde ötközgen hatalarını Amerika'ya döngep koyduğun uğrunuşları doğrusu da Amerika tarafından kattık karıştırdıqanlığını bildirdi. Devlet işlakatı tekitlemi Mike Pompeo tekitlep bundak ko'rsatdi. Hazır enik bulmagan uçur ve yılga yavudak ve sepsede tarıqtıdığan çağ emas. Belki her qaysı devletle ittifaqlaşıp yuqumluq virus tahdidiga o'xshashli qarıştırılgan bir vaqtda. Cumhurning aloqador gizli matbuoti davlat islohoti Mike Pompeo'ning so'zlarini tilga olmadi. Lekin qattiq iborlar bilan xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Yang Jiechi dediki har qanday Cumhur'u bıçaklaştırdıgan ve qarlaydıgan urinishlar ishga oshmaydi. Cumhur matbuoti Yang Jiechining so'zidan naql keltirib bundoq ko'rsatdi. Amerikada ba'zi siyosatbozlar Cumhurning virus qarishtirishchanligini o'zlikcha bıçaklaştırib, Cumhurni qaralab, Cumhur xalqining qattiq g'azabini qo'zg'adi. Cumhur buniga qattiq qarishtirdi va qattiq ayblaydi. Ötken hafta Cumhur Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijan Twitter'da blogida
Amerika Qo'shma Shtatlari haqiqiy qiyofasini yoshirdi deb ayblab, Amerika tarafdan tushuntirib qo'yishini talab qilib, hamda yuqumliq virusni Amerika armiyasi Wuhan'ga elib borgan dedi. Pibetler aslida Jungoda taqoqliq edi o. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi buning uchun o'tgan hafta juma kuni Jungoning Amerika turishlik bosh elchisidan keyin chaqirib ko'rishdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Alisa o'tgan juma kuni Jolijanning yazganlarını qayta tarqatib, mundaq dedi, yer shari bo'yicha kriz paydo qilgan tajisimon virus davlat bilan davlat hamkorlashib qarishtiradigan soha bo'lishi kerak edi. Lekin Jungo Kompartiyasi sap-sata tarqatadigan soha bo'lib qoldi. Jolijan torbatlardagi suiqasd nazariyasini aloqador taraflarning so'zi o'rnida e'lon qilishdan burun Davlat İşler Mike Pompeo Wuhan virusi degan so'zni ishlatib, Jungoning haqiqiy xabarini yoshirib, yolg'on xabar tarqatganligini tanqid qilgan edi. Demak, Davlat İşler Mike Pompeo biz boshda aytdik, Wuhan virusi deb ishlatganda, ayni vaqtda 12 ayning 31 kuni Jungo o'z e'lon qilgan maqoladan oldi degan gap bu yerda. Davlat İşler Mike Pompeo aybkor emas, o'zim dedim. Üzyan degan so'zni biz ko'chirma qilib ishlatsak, onun ama bizni ayblaydigan shulamdi deyishi kerak-da. Shundaq dedi-da Amerika. Hozir endi ichki davlat o'rtasidagi bu majra yoki talash-tortish matbuot sohasidagi talash-tortishga qo'shimcha yoki ichki sohada qo'shimcha shundaq aylandi deymiz.